Oh, yaxshi. Uyg'ondim. O'zigacha nima bo'lgani esimda ham yo'q. Voy. Yaxshi. Tashqariga chiqib qaraychi. Tashqari yaxshi, qo'shnilar yuribdi. Yaxshi. Mayli bo'ladi. Do'stlar sizlarni bermoqman. Hello yutmoqlayman sizlar bilan bugun. Mark bilan sizlar bugun sizlar bilan maza qilib o'zimning sarguzashtlarimni olib boryapman. Hop, vannada ham suv yo'q. Suv ichganman nima balo. Qaraychi hovlimga, endi uyimga deganim yo'q. Bo'ldi. Hozir turay olaydan bir. Atta olamiz. Suv bor ekan, yuvib olamiz. Voy, yaxshi. Endi ko'chaga chiqamiz do'stlar. Desam, hozir mana bu yerni bir ko'rib qo'yaylik. O'zimni stream xonam. Bu yerda videolar olaman. Sizlar uchun albatta mana yaxshi. Mani mashinam Ratnoy, mani mashinam Blatnoy deb videolar olib beraman do'stlar. Hozirgina. Hop. Yaxshi, hovlimni ancha tekshiryapman. Xuddi o'zim kirmagandek tavba qilib. Kirib chiqqanman, shuncha qo'shni yaxshi ko'raman uyimda. Yetab shunday zo'r uyda uyg'onish. Bilasizlar. Pult ishlamayapti. Pultni olmabman hali. Pultni olmayman-da. O'te, avatar. Hop, televizorda ham uncha yaxshi narsa yo'q ekan. Buni qo'yib qo'yamiz. Yaxshi. Uyim yaxshi, hammasi yaxshi. Ertalabga nima bor ekan yeyishga? Xolodilnikka qaraymiz birinchi o'rinda. Xarajat qilib kelsam bugun. Hop, qarang. Pulim bormi yo'q hech bo'lmasa? Voy, pulim yo'q. Bir so'm yo'q do'stlar, bir so'mim. Mayli. Hop. Qayga pul qo'ygandim? Mana shu qilib pul qo'yib yuradigan odatim bor edi. Yo'q. Chiqib olay. Hop, pul yo'q ekan do'stlar, pulim yo'q ekan. Nima qilamiz? Qani, meni kecha soliq idorasiga chaqirishgandi. Nimaga chaqirishganini bilmayman, lekin borib kelishim kerak. Men o'sha yerga borib yuboray, keyin videoni yoqaman. Hop. Mana do'stlar, men o'sha soliq idorasiga boryapman. Ancha qiyin ekan. Soliq idorasida ish ko'radigan idora ham bor. Qalasizlar? Yaxshimisiz? Yaxshi rahmat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshi rahmat. Men chaqirtirgan ekansiz. Siz chaqirtirgan edik. Sabab siz soliqlarni o'z vaqtida to'lamaganingiz uchun endi sizni uyingiz va video mototsiklingizda va bor boyligingizni olib qo'yishga majburmiz. Axir men o'zi hammasini to'lab kelayotgan edim-ku. Yo'q, endi biz tushuna olmaymiz. Bizga kattalardan buyruq kelgan. Nima edi bu? To'planchami? Yo'q, o'yinchoq. Unda yaxshi. Unda siz bugundan boshlab bomishsiz. Endi turing, yo'qoling. Voy do'stlar, men sekin astalik bilan emas, tezlik bilan bomish qilib qo'yishdimi? Yurmayapti mashina. Yurmadi. Mashina qani? Biz olib kirib qo'ydik hozir. Nima deyapsan mana nima? Voy.
Sizlarniki bu? Ha, albatta bu mashinalar bizga tegishli. Buyurmasa. He, onasini ham shu. Do'stlar, endi nima qilamiz? Hatto uyingizni ham kaltini qo'yib keting deyishdi bizga. Endi biz вечный gadoy bo'lib qolaymi shunda? Hozir biz gadoymizmi? Qanday omadsizlik. Men hozir ish so'ragan bo'laman. Mark ukam, senga mana shu pullar yetib ortib qolsa ham kerak. O'zingga yetib qolar. Ha, albatta bu pullar menga yetarlicha, albatta. Bu axir 300 stak dollar. Endi ukam bo'lish bo'lmasa bu pulni yaxshi yo'lga sarflagan soliqlarga to'latasiz. Bu faqat soliq 5 takda. Endi sparkol mashina oladi, ko'chada turgan mashina ko'rdingmi? Ha, albatta. O'shanda endi olib men taksilik gadoy bo'laverman uka. Yo, rahmat. Arzimaydi. Wow, lekin do'stlar, uncha odam qilmagan yaxshilikni bu inson menga qildi. Ishlamadimi? Ya, bunasini hepsini ishladi oxiri. Xo'p do'stlar, men endi bomish emasman desam ham bo'lmaydi, chunki bu 300 dollar Amerikada uncha pul ham deb bo'lmaydi. Bu mashinani olishimga ruxsat berdilar. Hozir tanama katta bu mashina. Bu mashinada endi ana shu inson toshib yurar ekanmi? Ashula dedim. Narsa qilib mashinani dedim. O'shanga do'stlar, bunaqa men ish topdim o'zimga, killerlik qilar ekanman. Bittasi bilan gaplashdim. Nima desa bo'ladi, hozir biz tomga chiqishimiz kerak. Tomga maktabning tomidan chiqib ishimiz kerak. Xo'p. Hech kim yo'q, yaxshi. O'zi bugun yakshanba, maktabda hech kim bo'lmaydi, qorovul ham yo'q ekan. Yaxshi. Storgens deyapti. Mana buni qaranglar do'stlar. Og'ir ekan, yaxshi. Biz bu yerdan o'tirib, ahvoni va yashil kiyimlarni o'tiramiz. Qo'yib tegamiz. Yaxshi, tegdi. Va qizil kiyimli. Qaqa ketyapti bu endi. Buni ham ochishimiz kerak. Hop. Yaxshi. Bizni ko'rib olishardi, hozir qoch. Yugurdik. Hop, politsiya. Ana bu yerda politsiya borda, meni ko'rmagan deb umid qilamiz do'stlar. Hop, bu yerdan sakrab. Oyog'im. Maktabning orqa tarafida aylanib o'tib ketamiz. Odamlar bizni ko'rmasligi kerak. Yaxshi. Biz qurollarimizni nima desa bo'ladi, bu yoqroqqa yashirib olamiz do'stlar. Xo'p, yaxshi. Biz xuddi maktabdan chiqayotgandek bo'lib, orqa eshikdan kiramiz. Yaxshi. Bu tarafdan chiqib ketamiz. O'shanda bizni hech kim payqamaydi. Yaxshi. Hop. Biz soliq idorasiga kirsak, uncha odamlar izlaydi. Assalomu alaykum, qizlar. Ey, to'xta. Nima bo'ldi? Alohida o'qizlar, sen ko'rdingmi kimligini? Men ko'rganim yo'q. Men qaydan ko'raman? Men killer bo'lmasam, ular odam bo'lmasam. To'g'ri. Axir sen mafiya emassan, oddiy gadoysan. Og'zingga qaragami? Hozir o'zini sudga qarab so'ragan bo'lib, o'lib ketdi. Xo'p, janob, men sizdan uy olmoqchi edim. Qanaqa uy olmoqsiz? Bir saka qanaqa uyingiz bor? Loyda qurilgan uy bor. Loyda qurilgan uy dedimmi? Bu shunchaki chalg'ituvchi usul edi do'stlar. Aslida biz bilasizlar, killerlik sohasida hozir ishlayapman. Faqatgina
o'zimizni ustimizda ko'proq ishlashimiz kerak. Mashina kelib qolmasin. Men endi hozirda uyim yo'q bo'lganligi uchun ham mana shu yerlarda yashab turishga majburman. Hop. Endi nima desak bo'ladi? Bu pullarimizni qanday asrab qo'yamiz? Tomini yopadigan uy qurib olsak ham bizga shu katta. Hop. Mana ana shu bizga cho'tki uy bo'ladi boshiga. Bizda ko'plar pomoshda bo'ladi. Aslida biz killerlik bilan shug'ullanamiz do'stlar. Birdaniga boyib kelsak, bu nimadan boyigan deb bizdan ancha muncha shubha ham qilishadi. O'shaning uchun bizlar o'zimizni pomoshdalarga tanishtiramiz. Hop. Bu yerga pullarni yashirib qo'yish kerak. Yo'q, pul yashiradigan joy ham yo'q ekan do'stlar. Bunda keyingi videolarda uchrashguncha xayr salomat bo'linglar.